Assalomu alaykum, Jaydar Karsh YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun obzorimizga yangi bo'lgan Dongfeng L8 avtomobillarini olib kelib qo'yganmiz. Avtomobilda ikki xil komplektatsiya bo'ladi. Bu chap tomonimizda turgan birinchi pozitsiyasi, o'ng tomonimizda turgani bo'lsa eng oxirgi full komplektatsiyasi hisoblanadi. O'zi zavod tomonidan 4 xil komplektatsiyada chiqqan. Bu 112 kilometrligini ikkita komplektatsiyasi chiqqan. Bu 185 kilometrlik komplektatsiyasini bo'lsa, bundan ham ikkita komplektatsiya chiqqan. Bu 112 kilometr tokda yuradiganlik gibridli sistemada ishlaydigan Dongfeng L8 avtomobilining birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. O'ng tomonimizda turgani eng oxirgi 4-pozitsiyasi hisoblanadi. Avtomobilning narxini aytishimizdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Video manfaatli bo'ladi. Sababi O'zbekistonda trendda bo'lib turgan BYD Champion bilan narxi arzonroq bo'lgan, lekin navorotlari komplektatsiyasi tomonlama, razmerlari tomonlama bemalol solishtirsa bo'ladigan avtomobilni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Videoni boshidan narxini aytib o'tamiz, videoni oxiriga cho'zib o'tirmaymiz. Xo'p, o'ng tomonda turgani eng oxirgi komplektatsiyasining narxi 357 million 120 ming so'm, dollarda taxminan 29180 atrofida bo'ladi, ya'ni dollarga bugun kurs bo'yicha hisoblaydigan bo'lishsa. Xo'p, chap tomonimizda turgani 322 million 400 ming so'm, bu dollarda taxminan 26340 dollar atrofida bo'ladi. Xo'p, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, sotib olish uslublari, to'lov uslublari, boshlang'ich nech pul bilan chiqishlarini video davomida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, ikkala mashinada ham 1,5 litrli turbina motor, 154 ta ot kuchi bo'ladi. Mashinamizning uzunligi 4762 mm, eniga keladigan bo'lsa 1910, bo'yiga keladigan bo'lsa 1677 mm bo'ladi. Ikkita balon oralig'i, ya'ni kolesniy bazasi 2825 mm bo'ladi. Undan tashqari benzin bak hajmi avtomobilda 55 litrgacha bo'ladi. Yoqilg'i sarfi CLC bo'yicha, ya'ni Xitoy standarti bo'yicha 3,5 dan 4 litrgacha beradi. O'zimizning O'zbekiston sharoitida 4,5 litrdan 5 litrgacha rasxod qiladi. Xo'p, ikkala avtomobil ham gibrid. Bu faqat tokda CLC bo'yicha 185 km rasxod 185 km tok zapas xodiga ega bo'ladigan bo'lsa, bunisi 112 km zapas xodiga ega bo'ladi. Lekin O'zbekiston sharoitida realniy yurishi tokka o'zida bunda 185 bergan bo'lsa, O'zbekiston sharoitida 110 dan 120 gacha yuradi. Bunda 112 km bergan bo'lsa, tokka o'zida realniy yurishi O'zbekiston sharoitida 70 km dan 80 km da yuradi городской sikl uchun. Xo'p, общий zapas xodi qancha deydigan bo'lishsa, chap qo'limizda turgan, ya'ni 112 kilometrlik zapas xodligini CLC bo'yicha 1339 km berilgan, ya'ni 100% zaryad hamda polniy bak benzin bilan. Benzin banki yana eslatib o'tamiz, 55 litr, ikkalasida ham bir xil bo'ladi. Xo'p, bu o'ng tomonimizdaligini CLC bo'yicha 1412 km berilgan, lekin bu berilgan kilometrlar bo'yicha ikkalasi ham yurmaydi, baribir to'g'risini aytganimiz yaxshi. Realniy yurishi 950 dan 1050, 1100 gacha yurib beradi, 100% zaryad hamda polniy bak benzin bilan. Xo'p, endi avtomobillar dizayniga o'tadigan bo'lsak, dizaynlari bir xil. 235 ga 50 R19 diska balonlar bilan jihozlangan. Bu komplektatsiyasida zavod tomonlama Michelin diska balonlari bo'ladi. Michelin balonlari hamda spesiali diskalar bo'ladi. Xo'p, chap tomonimizda turganda balonlari prostoyroq balon hamda diskalari ham bu komplektatsiyasiga qaraganda prostoyroq bo'ladi. Ikkalasini diska balon razmerlari bir xil, 19 da bo'ladi. Diska balonlari hamda ikkalasini ham oldi tortadi. Bular 4 vidushi emas, передний vidushi hisoblanadi, ya'ni FVD. Undan tashqari 360 gradusli bu yoqda mana kameralarimiz bor. Bu yoqda slipoy zonalarimiz bor, besключевой dostuplar bor. Ruchkalari ham juda ham neobishniy qilib ishlangan. Qo'lni tiqqanda ichkarida knopkasi bor. O'sha knopkasini bossak, ichidagi ruchkalari o'sha ochib beradi. Bu yoqda IBM podsvetkalari bor. Salon ranglari Dongfeng 008 rangidan ishlangan. Xo'p, bu tomoniga keladigan bo'lsak, 15.6 dyumli multimedia priborimizda joylashgan, Qualcomm 8155 chip qo'yilgan. Ishlashlari juda ham plavniy, juda ham yaxshi ishlaydi. Bemalol kelib ko'rib, o'zingiz ishlatib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu yoqda 8.88 dyumga ega, почти 9 dyumga ega bo'lgan, o'zini tezliklarini ko'rsatib turadigan, zaryadlarini ko'rsatib turadigan pribor joylashtirilgan. Undan tashqari bu yoqda lyuk bor. Xo'p, bu yoqda 50 vatli беспроводной zaryadka USB portimiz bor. Bu yoqda podstakannik, undan tashqari bu yoqda barimiz bor. Yaxshi tomoni Dongfeng 008 larda mana bu yerda
joyi yo'q narsalarni solib qo'ygani, bunda bo'ladigan bo'lsa, bemalol narsalarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu full komplektatsiyasi adaptivniy cruise control bo'ladi, polosli udержаниялari bor. Undan tashqari bu komplektatsiyasida ikkita oldi o'rindig'i isitadi, sovutadi. Mana bu yoq rul tomondagi o'rindig'ida даже massaj sidenalari ham bor. Bemalol o'sha uzoq yo'lga ketayotganda yoki to'xtab ozgina choy poy ichib dam olayotganda massajlarni yoqib foydalanib bemalol mazza qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qatoriga keladigan bo'lsak, buni ruchkalari ochilishi o'sha knopkali qilingan, o'sha knopkali aniqiga o'tilyapti. Ikkinchi qatoriga keladigan bo'lsak, buni eng zo'r tomoni ikkinchi qatorda nimaga BYD chempion bilan solishtiryapman? Sababi mana ikkinchi qatorida o'sha BYD chempionda yo'q bo'lgan o'zini televizorlari bor. Bu narxda, bu segmentda bunaqa navorotdagi komplektiga mashinani topishingiz ancha qiyin. Undan tashqari ikkinchi qatorda bu yoqda bemalol notebooklarni qo'yish uchun joy bor. Bu yoqda vishilkalari, ikkinchi qatorda ketayotgan odam qo'lida paketlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu yerga ilib qo'ysa bo'ladi. Bemalol bu televizorni ham ishlatib, programmalarni yozib olib, misol uchun YouTube'larni yozib olib, orqada ketayotgan odamlar ham misol uchun bemalol katta qulaylik beradi. Orqada ketayotgan insonlar, yosh katta insonlar bo'ladigan bo'lsa, ular kinolar ko'rib ketish uchun, agar yoshroq bolalar bo'ladigan bo'lsa, multfilmlarni bemalol shu yerdan ko'rib ketishsa bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda misol uchun konditsioner pechka yoqqanda mana bu bari sovutib beradi. Bu yoqda mana o'sha 008 larnikiga o'xshagan bari bor. USB portlar joylashtirilgan. Ikkinchi qatori ham ancha keng. Meni bo'yim 180 dan oshuv. Oldida o'tirganimda ham hozir bemalol o'tirdim, orqada ham bemalol o'tiribman. Mana tizzamgacha hisoblaydigan bo'lishsa, yarim qarich, почти bir qarich joy bor. Xo'p, avtomobilda bagajlari elektronniy bo'ladi. Ikkala avtomobil ham plug-in gibrid hisoblanadi. Ya'ni ikkalasi ham motori faqat generator vazifasida ishlab beradi. Bagaj hajmi 650 litr. Agarda orqa sidenalarni yotqizadigan bo'lsa, bagaji 1600 litrgacha kengayishi mumkin. Kompleksda o'zini hamma narsalari, zaryadchiklari, o'sha kompleksda keladigan hamma narsalari bor. Endi birinchi pozitsiyasini ko'radigan bo'lsak, birinchi pozitsiyasini ham salon ichki interyerlar xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat bu pozitsiyasida bunda misol uchun massaj bo'ladigan bo'lsa, bunda massaj bo'lmaydi. Bunda ikkinchi qator o'sha второй рядda televizorlari bo'lmaydi. Har komplektatsiyasi bilan, ya'ni ranglari bir xil bo'ladi, razmerlari ham bir xil. Bunda ham беспроводной zaryadka, paststakanniklari bor. Undan tashqari barlari, bu yoqda USB portlari, lekin bunda adashmasam mana bu yoqda o'sha podsetka, salon podsetkasi yo'q ekan, lekin razmerlari, pribor, ekran razmerlari, chiplari, hamma narsasi bir xil. Hop, bu komplektatsiyasida mana nari komplektatsiyasida bor narsalardan hop mana abduf abagreif yo'q ekan, ya'ni ikkita oldi o'rindiq uchun abduf abagreif yo'q, hamda bu yoq tomon sidenasida nari full komplektatsiyasida massaj bor, bunda massaj yo'q. Lekin 360 gradus kameralari, cruise kontrollari bor. U komplektatsiyasida ham, bu komplektatsiyasida ham boshqaruv paneli rulni orqasiga qo'yilgan bo'ladi, ya'ni D ga, R ga mana shu rulni orqasidan, ya'ni gitara ko'rinishida bo'ladi, rulni orqasidan boshqarsanglar bo'ladi. Xo'p, buni ikkinchi qatoriga keladigan bo'lsak, bu komplektatsiyasi ikkinchi qatorda televizor uchratmaysizlar. Sababi bu birinchi pozitsiya, prostoy pozitsiyasi hisoblanadi. Полный panorama bo'ladi bunda. U komplektatsiyasida ham panoramasi bor, faqat o'rtadan bo'lingan bo'ladi, sababi o'rtasida televizor borligi uchun. Bu yerda USB portlari, bu yerda o'zini o'sha nari komplektatsiyasiga o'xshagan misol konditsioner pechka yoqadigan bo'lsanglar, bu yerda lekin bunda teshigi yo'q ekan. Konditsioner pechka yoqsanglar, menimcha bu isitmaydi, faqat narsa solib qo'yish uchun qo'yib ketilgan. Xo'p, полный panorama bo'ladi. Buni ham ichlari ancha keng. Xo'p, buni ham bagajlari nariginiki bilan bir xil, 650 litr. Agarda orqa sidenani yotqizadigan bo'lsanglar, 1600 litrgacha bo'lar ekan. Buni ham bagajlari elektronniy ekan, elektroprivodda. Xo'p, bemalol o'sha oila bilan ketishga juda ham udobniy bo'lgan avtomobil. Kimga narxi byudjetniroq va kerak bo'ladigan bo'lsa va misol uchun o'sha navorotlari, misol uchun abduf, abagreiflari, massajlari hamda orqasidagi televizorlar qizuv bo'lmaydigan bo'lsa, bu komplektatsiyasi bor, ya'ni 322 million 400 ming so'mga bu komplektatsiyasini xarid qilishsa bo'ladi. Agar navorot ko'prog'i, ya'ni funksional jihatdan
navorochenirog'i kerak bo'ladigan bo'lsa 357 million 120 ming so'mga bunisini xarid qilishsa bo'ladi. Xo'p, endi to'lov uslublarini eslatib o'tib ketamiz. To'lov uslublari boshlang'ich 25% to'lab, bunisi 97 million 300 ming so'm atrofida o'sha hamma to'lovlari bilan birga chiqadi. Oylik to'lov 7 million 200 dan tushadi. Bu komplektatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich 107 million 700 ming so'm atrofida o'sha sug'urtalari bilan, o'sha to'lovlari bilan chiqadi. Xo'p, buniki 8 millionlar atrofida tushadi. Xo'p, buni naqd yoki avtokreditga olishsa bo'ladi. Rassrochka so'raydigan bo'lishsa, bizda rassrochka yo'q. Nasiya savdo bor, lekin u ham bank orqali bo'ladi. Ya'ni Orient Finance bank orqali nasiya savdoga xarid qilishsa bo'ladi, lekin naqd va avtokreditga narxi nasiya savdoga amal qilmaydi. Nasiya savdoga bank o'zi belgilab bergan narxi bor. Bu komplektatsiyasi uchun bank 377 million 890 ming so'm belgilab qo'ygan. Bu komplektatsiyasi uchun 420 million so'm 670 ming so'm belgilab qo'ygan. Ya'ni 50% ni to'laydigan bo'lsangiz, Orient Finance orqali foizsiz, hech qanaqa gadovoylasiz 24 oygacha o'zini pulini bo'lib to'lashga olishingiz mumkin bo'ladi. Основной hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Ikkala avtomobil ham gibrid, kimga qaysi biri yoqadigan bo'lsa, o'zingizlarga mosini xarid qilsangiz bo'ladi. Ikkalasida ham bistri zaryadlari bor, ya'ni 20% dan 80% gacha bistri zaryadga qo'yadigan bo'lsangiz, 18 minut ichida avtomobil zaryadini to'ldira oladi. Ikkalasi ham 3 xil rejimda yuradi: sport, ekonom hamda komfort rejimlarida yuradi. Kimga qaysi biri qiziq bo'ladigan bo'lsa, наличида shunaqa необычный svetlardan va o'zimizning o'zbeklar o'rganib qolgan oq qora svetlari stanoy mokriy svetlardan ham bor. Svetlardan muammosi yo'q. Kelib ko'rib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, ходовой частьlarini aytish esimdan chiqib qolibdi. Ходовой частьlari McPherson многорычащий независимый podveska bo'ladi, ya'ni mustaqil podveska, alohida ishlaydi. Balka emas, ходовойлari yumshoq, lekin baribir balonni alishtirishni maslahat beramiz. Sababi bu balon zimniy balon emas, letniy balon. Baribir qishda baribir bu balon alishtirish kerak bo'ladi. Hozirgi sharoitlarda yursa bo'ladi, lekin qishda ikkalasini ham balonni alishtirish kerak. Sababi bu Michelin balon bo'lgan bilan baribir Xitoy Michelin bo'ladi. Bu nemetskiy Michelin emas. Xo'p, kimga manzilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, Sergeli 2 mavzesi metro Chinor bekatining yonida joylashgan avtosentr avtosaloni. Yana qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Barchalarni avtosalonimizda kutib qolamiz.